javob berib aytaman, hech kim sizga boshlang'ich to'lovsiz Malibuni hech kim qilib bera olmaydi. Bo'lib ham XL ni hech qanaqa bank aralashtirmasdan, boshlang'ich to'lov $1 to'lamasdan katta holatingiz a'lo holatda bo'lsa, bemalol kelasiz, shu mashinani o'zim sizga qilib beraman. $5000 rasxod qilingan Malibu XL da birgalikda ko'rib chiqamiz. Narxi вообще jinni narx. Mashinamiz 2023-yil $5000 nimasiga rasxod qilingan desalaring, 100% bron bo'lgan, 100% shumalizatsiyalar bo'lgan, hattoki mana krilolargacha 100% hamma joyi shumalizatsiya bo'lgan. 4 ta yumshoq, yaxshi lassa balonlari taqib qo'yilgan, yangi balonlari. Yana bitta zo'r tarafi $1700 ga propan gaz balon ham qo'yilgan. Benzinda qanday yursa, xuddi shunaqa yuradi. Mashinamizda probegi 59000 bo'ldi. Yaxshi, poliklar ham taqilgan. Hech qanaqa bir tomchi kraskasi yo'q. Narxi вообще shikalat narx. Narxini eshitmasdan oldin videoga bitta like bosib, bizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Mashinamizni bahosini 35000, 34000, 33000 deb o'tirishibdi. Bizda $5000 rasxod qilingan Malibu $29900 ga nasiya savdoga berib yuboramiz.